Assalomu alaykum. Everest 7 ot kuchli motobloklarimiz kelgan yangi partiyalari ko'rishingiz mumkin. Ranglari yashil va siniy svetlardan bor. Xo'p, endi bularga tushadigan agregatlar, o'zini komplektidagi agregatlari bilan hammasini narx-navolari bilan tanishtirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz. Xo'p, skladimiz Toshkentda, Sobir Rahimov Do'mbrobodda. Telefon nomerlarimiz 93lik 136 66 66 94lik 140 08 08. Endi batafsil narxlari bilan agregatlari bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, Everest 7 ot kuchiga ega bo'lgan, Xitoyda ishlab chiqarilgan, hech qanaqa Germaniya texnologiyasi asosida yo bo'lmasam Yaponiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilmagan tovar bo'ladi bu. Xitoyga chisti Xitoy, ona vatani ham, ishlagani ham Xitoy bo'ladi akalar. Bunaqa yolg'on gaplarga ishonib qolmanglar. Hammasi Xitoydan keladi. Bu Everest motoblokimiz baklariga o'yib yozilgan bo'ladi. Baklariga o'yib yozilgan, bu baklari 5 litr benzin oladi. Vozdux filtrlari ham katta massinli vozdux filtr bo'ladi. Glushyorlari ham katta variantda bo'ladi. Pichoqlari 4 qatorli bo'ladi. Endi bakiga, korobkasiga, u joyga, bu joyga o'yib yozilsa original bo'ladi deb aytadi ayrim sotuvchilar. Yana bizning firmamiz bakiga o'yib yozdirilgan, Everest korobkasiga o'yib yozdirilgan, baloniga ham Everest deb o'yib yozib qo'yibdi. Everest zavod. Mana ko'rishingiz mumkin. Everest. Endi pichoqlariga ham o'yib yozib qo'yibdi. Bunga Excalibur motobloklarimizni pechatlari tushirilgan. Ko'rishingiz mumkin. Pichoqlari ham original pichoqdan bo'ladi. Motoblokimiz ham original motoblok bo'ladi. Xitoy. Xo'p, endi narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi qiziq hammaga. Narxi 3,5 million so'm. Komplektida bir korpus plug, bitta ochari bilan qilib beramiz. Bir korpus plug bo'ladi. Mana shunaqa plugingiz bo'ladi. Bitta ochari bilan shu narxda 3,5 million so'mdan qilib beramiz, xudo xolasa. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz, shu 3,5 million so'mdan qilib beramiz. Endi bu motoblokimizga keladigan bo'lsak, motoblokimiz oldiga ikkita skorsli bo'ladi, orqaga bitta skors bo'ladi. Bu avtomat korobka bo'ladi, mexanik emas. Siqqan payti yuradigan variantda bo'ladi. Korobkalari ham katta korobkalar bilan jihozlangan. Bu Everest motoblokimiz moydatchik deydi-da, moydatchigimiz ham bor. Ko'rishingiz mumkin, moydatchiklarigacha qo'ydirib olib kelganmiz. Balonlari 4 ga 8 balon bo'ladi. Baloni 4 ga 8 bo'ladi. Buni 4 ga 10 varianti bor. 3 million 600 ming so'm. Endi komplektida plug, freza va 4 tadan 8 qator frezalari bilan bo'ladi. Endi bularga tushadigan plus agregatlarimiz, chizellarimiz bor alohida. Chizellarimiz ko'rishingiz mumkin. Balonli variantda bo'ladi bu. Bemalol razmerini to'g'irlasangiz bo'ladi. Juda chuqurga tushib ketmaydi, shuning uchun razmer qilsangiz bo'ladi. Bularni ham bemalol razmer qilsa bo'ladi, kengayib torayadigan variantda bo'ladi. Xo'p, endi bu chizelimizning narxi 450 ming so'mdan akalar. Bu yerda alohida pluglarimiz ham sotuvda mavjud. Alohida pluglarimiz 200 ming so'mdan, ocharimiz 120 mingdan, katta ocharimiz bor. 200 ming so'mdan bo'ladi. Bu ham razmer bo'ladigan variantda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Motobloklarimizga polniy ular ishlatilgan variantda, qo'yilgan variantda bo'ladi. Narxi 3 million 500 ming so'mdan bitta plug, bitta ocharlari bilan qilib beramiz. Bu yerlarda ko'rishingiz mumkin. Excalibur motobloklarimiz, endi traktorlarimiz, aylanma pluglarimiz ham sotuvda mavjud. Aylanma plugimiz 2 korpusli, narxi 11 million so'm. 4 korpuslimizning narxi 18,5 million so'm. 3 korpusligimiz ham sotuvda mavjud. Uning narxi 16,5 million so'm. Balon traktorlarimiz ham sotuvda mavjud. 11.35 bu sanoqli qolgan bundan. Buni narxi 63 million so'm. Oddiy 2 korpusli plugi frezalari bilan qilib beramiz. Skladimiz Toshkentda, Sobir Rahimov Do'mbrobodda. Telefon nomerlarimiz 93lik 136 66 66 94lik 140 08 08.